Afsuski, Toshkent dunyoning havosi eng iflos shaharlari reytingida yana top 5 talikka qaytdi. Toshkentda havo sifati bir necha kun davomida yomon bo'ladi. Toshkentda havo ifloslanishi har yili 3000 dan ortiq kishining bevaqt o'limiga olib kelishi mumkin. O'zbekiston poytaxti bir necha kundan beri dunyoning havosi eng iflos shaharlari reytingida yuqori o'rinda qolyapti. Shu boisdan Prezident Shavkat Mirziyoyev 24-noyabr kuni Toshkent shahrida havo sifatini yaxshilash bo'yicha kechiktirib bo'lmas tadbirlar amalga oshirilishi borasida tegishli farmonni imzoladi. Prezident Toshkent havosini yaxshilash choralarini tasdiqladi. Poytaxt va uning atrofidagi issiqxonalarni tabiiy gaz bilan barqaror ta'minlash bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Hozir biz ko'rayotgan narsa hadeb daraxtlarni kesuverish va umuman o'sha sabablar jihatidan aytayapman. Odamlarning haqqiga tajovuz qilaverishlik mashindan boshqacha natijaga olib kelmasdi o'zi. Hozir kelayotgan, bu ko'rayotgan narsalarimiz bunchalik umumiy kambag'allik va bunchalik o'sha tabiatning ifloslanishi deysizmi, odamlarning qalbidagi dinning o'rni yo'qolib borayotganligi bu ulkan balolar. O'zi kishi ko'rishi mumkin bo'lgan balolardan eng kattasi solih amallarni tanimasligi, ularga rag'bat qilmasligi. Chunki butun o'sha abadiyat davomida abadiyatda tugashlik yo'q. O'sha yerga hayotga bir xonavayron bo'lgan holatda borishlik eng ahmoqlarning ishi. Kishilarga bu narsani esa oddiy ko'rsatishlik bu jinoyatlarning eng ulkanidir. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. So'nggi kunlarda Toshkentning havosida bo'layotgan jiddiy bir o'zgarishlar, ya'ni oxirgi vaqtlarda juda ham ifloslanganlik darajasi baland bo'lib ketganligi yoki umuman O'zbekiston hududida ko'rilayotgan bunaqa balolar, yomg'ir yog'masligi, suvni kamayishligi va hokazo. Shu jihatdan ba'zi birodarlar so'rashdi, haqiqatda bu narsalarda bir shar'iy asoslar nima deydi? Shariat bu haqda hukmlarni nozil qilgan, ular haqida bizga bir tushuncha bersangiz deb Alloh taoloning fazli bilan qodir bo'lgancha harakat qilamiz shuni tushuntirishga. Avvalo, bu dunyodagi barcha narsalarni Alloh taolo yaratganmi? Ularni demak hammasi umumiy qonunlarga bo'ysunadi. U nima bo'lsa ham va fasodni zohir bo'lishligi, ya'ni yaroqsizlikni vujudga kelishligi kishini Robbisiga taqdim qilayotgan hayoti va amallari yaroqsizligi tufayli vujudga keladi. Ya'ni Alloh taolo bizga aytganki, Rum surasida ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Yer yuzida xoh quruqlik bo'lsin, xoh dengiz bo'lsin, unda fasod zohir bo'ldi. Fasod degani yaroqsizlik yoki buzilish degani. Endi nima sababdan zohir bo'lganligini Alloh taolo sababini keltiryapti-da, bu odamlarni taqdim qilgan narsalari tufayli, ya'ni qo'llari qilgan amal, gunohlari tufaylidir va bu buzilishlar, bu yaroqsizliklar ularga qilgan amallarni ba'zi natijalarini toptirishlik uchun bo'lganligini aytgan. Shoyatki shunda qaytishsa, ya'ni Robbilariga qaytishsa, tavba qilishsa degani. Qaytish o'zi tavba degani. Taib, tavba qiluvchi, bu qaytuvchi degani. O'sha qaytishligini sababi bo'lsa, shoyatki o'sha bir oz ko'rilgan bir oz, bu bir ozi bu. O'sha balolar, jazolar shoyatki diniga va Robbisiga qaytarsa degan Alloh taolo. Va yer yuzida fasodni zohir bo'lishini turlaridan bittasi yerdan yomg'irni tutilishligidir. Va undan boshqa narsalar ham bor. Va boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi, Shura surasida 30-oyatida: "Va ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kathir." Kishiga nimaiki musibat yetsa, xohlagan musibat, nimaiki musibat yetsa, o'zi qo'llari taqdim qilgan amallar tufaylidir. Bu yerda qo'llari taqdim qilgan degandan oyog'i bilan, ko'zi bilan qilgan gunohlari kirmaydi degani emas. Odam g'oliban qo'li bilan qilganligi uchun misol tariqasida keltirilyapti va o'sha boshiga keladigan balolarning asllari o'zi qilgan amali uchun ekan. Va ya'fu an kathir, va yana ham ko'pini Alloh taolo afv qiladi. Ko'pi uchun jazolamaydi, ba'zi qismini ko'rsatadi. Bir oyatda aytgani kabi, biz ularni katta azobdan oldin kichik azob bilan azoblaymiz, shoyatki qaytishsa deydi Alloh taolo. Demak, aytmoqchimanki, bu balolar va undan boshqalari ham hammasi gunohlar tufayli vujudga kelgan narsalardir. Birorta bundan istisno yo'q, chunki Alloh taolo bilmaydimi bandalarning shu balolar sababli qiynalishligini, ular bundan aziyat chekishligini, buning ichida yosh bolalar ham borligini bilmaydimi? Albatta biladi, lekin shu bilan birga ularni balolaydi. Nimaga? Buni yana bir bayonida Alloh taolo aytadiki: "Ey iymon keltirganlar, sizlarni Alloh va Rasuli sizlarga bir hayotni olib keladigan, sizlarni tiriltiradigan narsaga chaqirsa, unga ijobat qilinglar" degan. Hayotni olib keladigan va tiriltiradigan narsa esa dindir. Hidoyatdir, Robbisidan kelgan buyruqlardir, qaytariqlardir. Agar kim o'shanga qaytsa, demak hayotida tirilar ekan.
Nimaga desa, o'lik bilan tirikni farqi faqat jonini borligi yoki yo'qligida emas. Odamlarning aksariyati o'ylagandek. Balki qalblari tirikmi yoki tirikmasmi o'shanda. Eng asosiysi shu. Alloh taolo ko'zlarini ko'rligini haqiqiy ko'rlik demagan. Ularning ko'zlari emas, balki qalblari ko'r edi deb, qalbini ko'rligini haqiqiy ko'rlik qilgan va qalb ko'rligi sababli hidoyatdan bebahra bo'lgandan keyin Alloh taolo qiyomat kuni uni ko'r holida tiriltirishligini aytgan. Ular o'shanda ajablanishadi. Ya Rob, biz ko'rardik-ku, hozir esa ko'r holida tiriltirdik deydi. Ana o'sha dunyodagi haqni ko'rmaganga olishligi, o'zini ko'rga solganligi qiyomatda uni ko'r bo'lib tirilishiga sabab bo'ladi. Shundan qiyos qilib aytilinadiki, haqiqiy hayot Robbisini tanishlik bilan obod bo'lgan ruhning hayotidir. Qalbida Robbisini ulug'lashlik bilan bo'ladigan hayotdir. Ana o'sha hayotga chaqirilganda ijobat qilinglar degan Alloh taolo. Va Alloh taolo kishi va qalbi o'rtasini ajratishligi, ya'ni orasini to'sishligi haqida oyatni davomida aytgan. Bu nima degani desa, kishini haqni bilishni, tanishni ko'rishdan Alloh taolo gunohlari sababli to'sadi. O'zi qilgan zulmi tufayli haqni u kelganda ko'ra olmaydi. Yoki boshqa bir tafsirida Alloh taolo mu'min va gunoh qilishlik o'rtasini to'sadi. Kofirni esa iymonga olib keladigan amallari unga yaxshi ko'rinishidan to'sadi. Nimaga desa, chunki loyiq emas unga u. Va yana davomida aytadiki, vattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum xossa. Va sizlarning ichingizda zolimlarni alohida ajratib faqat shularga kelmaydi bu balo deydi. Shu balodan ehtiyot bo'linglar. Ya'ni faqatgina yomonlarni ajratib kelmaydi u, hammani umumiy balo tutadi agar balo keladigan bo'lsa deydi. Va'lamu annalloha shadidul iqob. Bilinglar, Alloh taolo bu imtihon olishida, bandalarini gunohlari uchun jazolashida shadid, quvvatli zot. Hammaga quvvati yetadi bunda deydi. Shuning uchun bizni boshimizga keladigan bu ishlarda ba'zi toifani qilganligi uchun o'sha ba'zi toifani o'zigina jazolanib qolmaydi. Bu o'zi agar shunaqa bo'laversa, mana faraz qiling, agar faqat gunoh qilgan odam jazolanib, solih amal qilayotgan odamning ishi zo'r bo'lib ketaversa, faqat yaxshi hayotda yashasa, buni imtihonligi qoladimi buni? Unda hamma bilib qoladi-ku, hammasi o'sha Robbisini huzuridan ekanligini va bunda munofiq va kofir qoladimi? Bunda nimasi imtihon bo'ladi? Hayot tugashligi kerak bo'ladi. Chunki insonning bu dunyodagi hayoti juz'iy hayot. Ya'ni imtihon uchun kelgan bir ozgina vaqti, unga kelgusida abadiyat va'da qilingan, yoki yaxshilik bilan yoki jazo bilan bo'ladi. Va jannatdagi hayoti haqiqiy hayot degan Alloh taolo oxirat hayotini. Va bu dunyo hayoti agar siz aytganimizdek, agar shartlardan, imtihonlardan xoli bo'lsa, unda ma'no qolmaydi bundan. Shuning uchun o'sha balo keladigan bo'lsa, umumiy keladi, hammaga keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, shunday gunohlar borki, boshqasiga qaraganda uqubati, uni jazosi juda tez bo'ladi. Bulardan bittasi zulm bo'lsa, ikkinchisi silay rahmni uzishlikdir. Abu Dovud rivoyat qilgan bu hadisni sahih hadis. Va Ibnul Qoyyim aytadilar, gunohlardan shundaylari borki, uni jazosi juda tez keladi. Ular bittasi bag'iy deyiladi shu arab tilida. Bu bag'iy nima degani desa, bu bandalarga dushmanchilik qilish degani. Ya'ni ularga zulm qilishlik degani. Zulm va silay rahm. O'zi aslan birinchi zulm zikr qilingan. U dunyoda ham juda tez jazolanadi va yana o'sha jazo bilan kifoyalanmasdan qiyomat kuniga ham uni javobgarligi kechiktiriladi, ya'ni olib qo'yiladi. Hozir odamlarning aksariyatiga kelayotgan balolarning haqidagi fikri shar'iy sabablarga bog'langan deb bir tushuntirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni fikrini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, sizga aytadiki, bu tabiiy hodisalar deydi. Biz bilaylikki, tabiatni ham, undan boshqasini ham, hamma narsani Alloh taolo yaratgan va birortasi uni qonunlaridan chetga chiqmaydi. Va qonunlar shar'iy va kavniy sabablar, ya'ni shar'iy va kavniy qonunlarga bo'linadi. Biz ko'rayotgan narsalar, bu havoning ifloslanishi bo'ladimi, undan boshqasi bo'ladimi, bu shar'iy va kavniy sabablarga bog'langan. Kavniy sabablardan bittasi daraxtlarni kesishlik va hokazolar bo'lsa, shar'iy sabablar esa gunohlarni ko'paytirishlikdir. Asosiysi qaysi biri desangiz, asosiysi shar'iy sabab. Nimaga? Chunki bu odamlarning qalbini atrofdagilarga qattiq bir toshbag'ir bo'lib, umuman rahm sezmaydigan bo'lib qolishligiga uni haqqi ergashmaganligi sababda o'zi chunki. Shuning uchun Alloh taolo qayta-qayta shariatga qaytishga chaqiradi bandalarni. Agar kishi shar'an isloh bo'lsa, haqiqatda qalbi isloh bo'ladigan bo'lsa, boshqa barcha mahluqotlarning haqlarini rioya qiladigan bo'ladi. Robbisidan qo'rqqani uchun qiladi buni. Shuning uchun ham hozirgi kunda bu xalqning tepasida unga zulm qilayotganlar hech kim va hech narsadan qo'rqmay qo'ygan. Qalbida agar Robbisidan qo'rqqanida edi, yetimxonada yurgan qizlarni zo'rlamagan bo'lardi. Agar Robbisidan qo'rqqanida edi, yangi tug'ilgan chaqaloqlarning ham pulini yeyishgacha bormagan bo'lardi.
Agar Robbisidan qo'rqqanida edi, hamma kambag'allarni hisobidan kun kechirib, shularni boyligini o'zlashtirib, yerlarini sotib olib, hamma butun xalqni borib mardikorchilik bilan tirikchilik qiladigan holatga tushirmagan bo'lardi. Vaholanki dunyoviy jihatdan, sabablar jihatidan olib qarasak, O'zbekiston gaz zaxirasi bo'yicha 14-o'rinda, oltin bo'yicha 4-o'rinda, uran zaxirasi bo'yicha 6-o'rinda, paxta bo'yicha 4-o'rinda turadi. Ya'ni boyliklarini agar umumiy xalqqa shunday bo'lib hisoblab chiqsangiz ham, o'zi o'rtacha holatda yashashga bemalol yetadigan boyligi bor. U kambag'al emas o'zi aslida. Lekin zoharol fasad, ana o'sha buzilishlik yuzaga kelganligi zulm va shunga o'xshash sabablarni qoyim bo'lganligi sababidan bo'ladi. Odamlar haqni ko'rmay qoladi, unga ergashmaydi va eng yomoni ulardan hamma tutilayotgan o'sha yaxshiliklar umumiy balo bilan bo'ladi. Ular xossatan ajratib faqat shu gunoh qilganlarga kelmaydi, buni kasofatidan qolganlar ham ozorlanadi. Koinotda Alloh taolo hamma narsani bir-biriga bog'liq qilib yaratgan. Hamma narsa o'zaro bog'liq. Biror narsasini kam yo ko'pligini inson hal qilmaydi. Alloh taolo shunday bir tavozunda yaratganki, shunday bir munosabatda yaratganki, bittasini agar sun'iy aralashish bilan ko'paytirib yoki kamaytirilsa, qolgan barcha narsalarga ta'sir qiladi. Va bitta misol keltiraman. Xitoyda 1957-yilda maxsus bir loyiha, 5 yillik loyiha ishlab chiqariladi va katta sakrash deb nomlanadi bu. Iqtisodiyotda g'arbga yetib olishlik, kommunizm qurishlik va hokazo bir hayolidagi narsalarni o'zlariga loyiha qilishadi. Va o'sha loyihani dushmanlarini yo'qotishimiz kerak. Birinchi bizda dushmanimiz bu kemiruvchilar va chumchuqlardir deydi. Bizni har yili ekayotgan donlarimizni yeb qo'yayotganlar shu chumchuqlar, shuni yo'qotishimiz kerak deydi. Va yoppasiga chumchuqlarni ovlashga kirishadi. Va uni o'sha ovlaganlarni mukofotlashadi. Hatto yosh bolalar bo'lsa ham, maktabdagilar bo'lsa ham ularga rag'batlantirish bilan o'sha ishlarni maqtashadi va hokazo. Shunday qilib birinchi 2 oyning o'zida aksariyat qushlarni qirib olishadi. Keyingi yildan boshlab ko'rinadi buni ta'siri. Birinchi yili o'sha 58-yilda rostdan ham juda ko'p hosil olishadi. Lekin hosil olish mahalida qurt qumursqalar shu darajada ko'payib ketadiki, ularni o'sha ovlaydigan qushlar yo'qligidan bular qiynalib qolishadi unga. Ya'ni ulardan tozalashga, himoyalanishga. Oldingidagi xalqni mukofotga undab, ularni o'ldirishga chaqirsa ham bu ilojsiz ish edi. Bular hammasi hasharotlar bo'lsa, ko'zga ko'rinmaydigan qancha buning ichida. 2 yildan keyin esa o'sha ishni qilishgandan keyin, ya'ni 1959-yildan 61-yilgacha shu ish sababli Xitoyda 38 million odam halok bo'ldi. Ya'ni bitta chumchuqlarni qirib tashuvdi. Nimadan qirib tashuvdi? Ochlikdan qo'rqqanidan qirib tashagan edi. Ya'ni o'sha bizni donimizni yeb qo'yapti, shuni kamaytirsak ko'proq yeymiz deb o'ylagan edi. Shu ishdan keyin kelgan natijada oradan ko'p o'tmasdan o'nlab million, ya'ni 38 million juda katta son butun boshli O'zbekistonning aholisi. Shuncha odam qirilib ketdi shundan. Demak, bu ochko'zlik, bu o'sha zulm, hatto u hali odamlarga emas, hatto chumchuqlarga qilgan zulm edi. Shuni natijasida shuncha odam halok bo'lgan edi. Al-jaza'u min jinsil amal, ya'ni mukofot ham, jazo ham amalni jinsidan bo'ladi. Nima bilan tajovuz qilgan edi, Alloh taolo o'sha narsa bilan buni tutdi. Ya'ni bular och qolamiz degan bahonada qushlarni o'ldirgan edi, o'zlari haqiqatda ochlikdan halok bo'lishdi. Va bu narsalarning boshqa misollari ham tiqilib yotibdi. Yoki 1995-yilda Kanadada Yellowstone degan milliy parki bor. O'sha yerga 14 ta bo'rini keltirishdi. Aslida bo'ri nima deydi? Aksariyat odamlar o'ldirish kerak deydi. Bo'ri deydi, yovuz yirtqich deydi. Lekin bular atiylab olib kelishdi. Buni sababi bor edi. U yerlarda 1930-yillarda hamma bo'rilarni qirib yuborilgan edi. O'sha sababli bug'ular juda ham ko'payib ketgan edi. Juda ham ko'payib ketdi-da, hamma daraxt va o'simliklarni yeb tashlayverganidan hatto u yerda oqadigan daryolarning o'zanlari o'zgarib ketgan edi. Nimaga? O'sha daraxtlar qolmaganidan ularni o'zanlarni tutib turadigan ildizlari ham qurib yo'qolib ketgan edi. Shundan tuproq o'yilish ko'payib, o'zanlar o'zgarib ketgan edi. Va o'sha bo'rilarni olib kelgandan keyin oradan 10 yil o'tib, butun o'sha bog' hududida deyarli hamma ekosistema o'z o'rniga keldi. Ular sababli o'sha keskin kamaydi bug'ular va yana daraxtlar boshqatdan o'sib chiqishdi. Hatto bular sababli ayiqlar ham ko'paydi, ya'ni. Ular bug'ular sababidan kamayib ketgan o'simlik va mevalardan oziqlanadigan ayiq turlari bor edi, ular ko'paydi. Butun boshli bog' hududida o'nlab hayvonlarni
hayoti yaxshilanib, yana o'sha Alloh taolo o'zi xohlagan va qonun qilgan qoida asosida yana davom etdi. Ya'ni bundan ko'rinadiki, o'z-o'zidan bir ishga aralashishlik, o'zi yaxshi deb bilgan narsa bilan kirishlik, shariat yaxshi deb bilgan narsadan ustun bo'lmaydi va bundan yaxshiroq natijaga olib kelmaydi. Hozir biz ko'rayotgan narsa hadeb daraxtlarni kesuverish va umuman o'sha sabablar jihatidan aytayman, odamlarning haqqiga tajovuz qilaverishlik mashindan boshqacha natijaga olib kelmasdi o'zi. Hozir kelayotgan, bu ko'rayotgan narsalarimiz bunchalik umumiy kambag'allik va bunchalik o'sha tabiatni ifloslanishi deysizmi, odamlarning qalbidagi dinni o'rni yo'qolib borayotganligi bu ulkan balolar. O'zi kishi ko'rishi mumkin bo'lgan balolardan eng kattasi solih amallarni tanimasligi, ularga rag'bat qilmasligi. Chunki butun o'sha abadiyat davomida abadiyatda tugashlik yo'q. O'sha yerdagi hayotga xonavayron bo'lgan holatda borishlik eng ahmoqlarning ishi. Kishilarga bu narsani esa oddiy ko'rsatishlik bu jinoyatlarning eng ulkanidir. Fir'avn Bani Isroilga zulm qilardi. Bani Isroilga shunchalik zulm qilardiki, hatto bo'sh vaqtini qoldirmasdan doimo o'zini ovqati uchun harakat qilishga majbur qilib qo'yardi. Ba'zi rivoyatlarda keladi, hech ish bo'lmasa hammasini oldiga somonni sochib qo'yarkanda bir xil uzunlikdagi somonni o'sha somonchalarni yig'ishga buyurar ekan. Keyin yana qo'shaveradi, ertasi kuni davom etadi va hokazo. Ana o'shalarga ketma-ket Alloh taolo balolar yuboradi. Bu balolardan o'sha 9 tasi sanaladi. Buni Musa alayhisalomga Alloh taolo oyat, ya'ni bir belgi alomat tarzida berdik deydi. Ulardan qurg'oqchilik, xuddi hozir biz ko'rayotgan. Ya'ni yomg'ir yog'masligi sababli hosildagi kam bo'ladi, hosildorlik tushib ketadi qurg'oqchilikdan keyin qahatchilik deb nomlanadi. O'sha narsalarni yetishmasligi sababidan narxi oshib ketishligi. Buni ko'rmayapmizmi hozirgi kunlarda? Biz bilmayapmizmi? O'zi Toshkent, umuman O'zbekiston oziq-ovqat ancha arzon joy edi. Hozirgi kunda unaqa emas. Hozir qarasangiz, oldingidan ancha baland, buni hamma aytadi. Va undan boshqa sun'iy o'sha bo'layotgan to'siqlarni hali hisobga olmay turganingizda ham. Va o'sha Fir'avnning balolaridan yana bittasi mevalarni kamayishi edi. Buni ham ko'rib turibmiz va undan keyingisi to'fon edi. To'fon o'sha biz bilgan chang bo'ronlari ham o'shaning ichiga kirib ketadi. Va chigirtka balosi bilan balolangan edi. Endi hamma eshitib tursangiz agar buni, o'zi Qur'onda kelgan bularning zikri, xuddi hozir biz haqimizda nozil bo'lganmikin deb o'ylab qolasiz. Subhanalloh. Va yaqinda masjidlarda istisqo namozi o'qishlikka targ'ib qilindi. Odamlarni maydonlarga chiqib istisqo namozi, ya'ni yomg'ir so'rash namoziga chiqishlikni o'sha e'lonlar qilinib, bunga odamlar chaqirildi. Eng qizig'i, o'sha e'lonlarda, rasmiy e'lonlarda falon kuni hamma o'sha istisqo namoziga chiqsin va biz ham o'sha kunlarda ziyoratgohlarga borib qurbonliklar so'yiladi va namoz o'qiladi deyishdi. Odamlar bunda solih amallar bo'layotgan ekan, yaxshi amallar tufayli endi boshimizga yaxshilik keladi inshaalloh deb umid qilishadi. Endi xalqni ko'r qilishning yo'llaridan bittasi o'zi bu shaytonning usullaridan bittasi. Sizni solih amalga buyuradi. Hatto shayton shu ba'zida bandalarni solih amalga buyuradi, undan kattaroq bo'lgan solih amallarni yo'qotishlik uchun yoki undan katta bir gunohni olib kelishlik uchun. Bu ham xuddi shunga o'xshagan bir amal bo'ldiki, u aytilayotgan so'z, ya'ni qurbonliklar qilinishligi, o'sha ziyoratgoh deyiladi, qabrlar tepasiga borib uning uchun jonliq so'yilishligi bu ulkan shirk. Bu shunday gunohki, bu sababidan osmon yorilib ketishga yaqin bo'ladi. Yer va tog'lar parchalanib ketishga yaqin bo'ladi, lekin odamlar qalbida bu narsa ibodatga aylantirildi. Ya'ni bo'ladi, qilish kerak buni. Shunday qilib yordam so'raladi deydi. Alloh taolodan gunoh bilan yordam so'ralmaydi. Alloh taologa osiylik qilib aytganiga qarshi chiqib uni qilmagin degan narsalarni qilishlik bilan yengillik umid qilinmaydi. Bu ahmoqi ishi-ku. Odamning o'zi ham hatto bir qo'lingizda birovga yordam berish kelsa, sizni oldingizga kelib, eng yomon ko'rgan narsangizni sizga ko'rsatib sizdan yordam so'rasa. Odamni masalan, bir qaysidir holatini yoqtirmasangiz, aynan shu holatda sizni yoningizga kelsa, siz qaytargan ishlarni hammasini qilib sizni yoningizga kelib yordam so'rasa, yordam berasizmi? Biz xoliqni maxluqqa qiyos qilmaymiz. Valillahil masalul a'la. Bu inson aqli tushunadigan tarzda tushuntirishlik uchun aytayman buni. Haqiqatda shunday-ku, qalbingiz yomon ko'radigan narsani qilib turgan odamga qanaqa qilib siz yaxshilik qilasiz? U rojih va g'olib holatda unaqa bo'lmaydi. Endi bularni qilayotgan ishi shunga o'xshaydi. Ya'ni boshqa bir qabrlarga va hokazolarga ibodat qilinar ekanda, yomg'irni Allohdan so'ralar ekan. O'zi yomg'ir so'rash duosiga bunday namoz bo'lgan, haqiqatda shariatda bor. Umar radhiyallohu anhu chiqqanlar va yomg'ir so'rashga chiqib, istig'for aytib, shu namozni o'qib qaytib kelganlar. Shunda aytishgan: "Ya amiral mu'minin, biror bir yomg'ir so'raganingizni eshitmadik-ku. Shu chiqdingiz,
chiqib faqatgina istig'for aytib qaytdingiz. Eshitganimiz shu dedi. Shunda Umar radhiyallohu anhu men yomg'irni jalb qiladigan hamma ishni qildim. Men istig'for aytdim va Robbim shunga buyurgan dedilar. Ozgina o'tib yomg'ir yog'di. Unga ijobat qilindi. Nimaga? Chunki qancha oyatda Alloh taolo aytgan edi. Faqultu astagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara. Ya'ni Robbingizga istig'for ayting, G'affar zot kechiradi, sizni xatolaringizni yashiradi, o'chiradi va sizlarning ustingizga yomg'irli bulutlarni yuboradi dedi. Shu narsaga mana qalban e'tiqod qilgan, ishongan zot sifatida o'zlari namuna bo'lib berdilar. Bizlardagilarga o'xshab xalqning tepasida o'zlari faqat kabinetda o'tirib, hamma yaxshiliklarni ko'rib, qolganlarga esa balolarning aslini ro'para qiladigan emas edi bular. Bular chiqib Robbisiga huzu bilan, xushu bilan chiqqan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chiqqanlar, yomg'ir so'rash duosiga chiqqanlarida o'zlarini past tutib, xorlik bilan, hatto kiyimlarini teskari o'girib olishlikka buyuriladi shariatda. Ya'ni o'zini o'sha past olishlik sababidan, kamtarlik sababidan, Robbisiga unga muhtojligini ko'rsatish sababidan shunga buyuriladi. Hatto zohirida ham o'zidan mamnun bo'lish, kibr va faxrga o'xshagan narsa bo'lmasligi uchun. O'zlari ilohlikni da'vo qilib turgan, mana Fir'avn ilohlikni da'vo qilgan edi. O'sha ham Robbisidan umidvor bo'lib qolgan edi-ku, balo kelganda boshiga. Ey Musa, Robbingga duo qil, shu baloni bizdan ko'tarsin, shunda albatta mu'minlardan bo'lamiz deyishardi. Har safar balo kelganda. Musa alayhissalom duo qilardilar, balo ko'tarilardi, u yana o'zini o'sha Robbman degan da'vosiga qaytardi. Endi eng qizig'i tarix takrorlanaverar ekanda. Har safar bir ish keladi, katta balo keladi, yo endi bu tabiatning injiqligi edi. O'tib ketadi-da deydi. Keyingisida qarasangiz, yana o'sha o'zini ishida davom etayotgan bo'ladi. Xuddi dengizga tushganda biz dengizdan qutulsak, ya Rob qutqarsak, albatta biz yaxshilardan bo'lamiz, hech ham shirk qilmaymiz deydiganlarga o'xshaydi. Holi yaxshilangandan keyin esa unutadi. Yana o'zini gunohlarida davom etayotganini ko'rasiz. Endi bu mahrumiyat, umuman o'zbeklarning boshiga kelgan bu mahrumiyat bu yengil narsa emas. Butun dunyoda seziladigan narsa, bu faqat O'zbekistonning o'zida emas. Xatga chiqsangiz, xatga borsangiz, o'zbek pasporti bilan bo'lsangiz, hatto aeroportdan boshlab sen bu yoqqa o'tib tur deydi. Mana ko'pchilik agar chiqqan bo'lsa biladi, chiqmaganlar bo'lsa bir chiqib ko'rishni maslahat beraman. O'zbekistondan tashqarida ham hayot bor. Bir ko'rardinglar. Ya'ni birorta xalqni bunchalik ko'p jihatdan siqilganligini men bilmayman. Hatto Xitoyda ham Uyg'urlarni o'sha zulm qilib haqlarini bermayotgan Xitoyda ham diniga katta qarshilik qilayotgan shular ham dunyoviy ishlarga aralashmaydi. Ko'pini o'z holiga qo'ygan. O'zini biznesini qilaveradi va hokazo. Boshqa joylarda ham diniga hujum xuruj qilayotgan joylarda ham dunyosiga hech bo'lmasa ishi yo'q. Yoki dunyosidan siqib qo'ygan ko'p joylarda diniga mutlaqo aralashmaydi. Qaysi mazhabda nima ish qiladi o'zi biladi. Har bir masjidga 80 ta kamera qo'yib 18 ming marta kuzatmaydi uni. Bu subhanalloh shunchalik endi nima deyishga ham hayronsiz xullas. Va yana mahrum qilganlar mahrum qilinishlik bilan jazolanadi. Biz aytdikki, jazo ham mukofot ham amalning jinsidan bo'ladi. Farzandli bo'lganlar biladi. Bola puli degan narsa beriladi. Bu ta'minot o'sha bolani 2 yoshga to'lgunicha yoki undan keyin ham berishi mumkin bo'lgan bir yordam. O'zbekistonda o'sha bola pulini olishligingiz uchun siz juda ham kambag'al, kasal, biror ta'minoti yo'q, tashlab qo'yilgan odam ekanligingizni qog'ozda isbotlashingiz kerak. Endi shunchalik ham bo'ladimi? Umar radhiyallohu anhu tunlari Madinani aylanib yurardilar va bir kuni kichik bolani yig'layotganini eshitdilar. Bir chaqaloq yig'layapti, onasi yupata olmayotgan bo'ladi. Shunda otasi emiza qo'y endi, bola ham yig'lab ilhaq bo'lib ketdi-yu deganda buni ko'krakdan chiqarmoqchiman deydi. Nimaga chiqarasan emiz desa, yo Umar o'sha ko'krakdan chiqarilmayotgan bolalarga ta'minot ajratmayapti. Ko'krakdan chiqqandan keyin alohida odam hisobida bunga ham ta'minot ajratadi. Shundan ko'krakdan chiqarmoqchiman deganlarida Umar radhiyallohu anhu buni eshitib yig'lab oladilar. Yig'lab oladilar, ertasi kuni e'lon qildiradilar. Ey Madina ayollari, bolalaringlarni ko'krakdan ajratishga shoshilmanglar, men bularga nafaqa beraman deganlar. Va aytganlar, ey Umar, sen Robbingning huzurida shu yig'lagan bolalar uchun, shu ummatning bolalari uchun nima deb javob berarkinsan deb. Hozirgi kunda bolalarini kashasiga pul topolmayotganlar yo'q deb o'ylaysizlarmi? Yo bolalarini boqishga bir hammada sharoit bemalolmi? Shu bolani puli undan urib qolib yeyiladigan pulmi shu? Gunohlar bor. Gunohlar bir-biridan farq qiladi. Ya'ni gunohlar bor, uni kechirilishligi yaqinroq umid qilinadi. Ya'ni gunohlar bor, u og'irroq bo'ladi Robbisining huzurida. Kabura maqtan indalloh,
Alloh huzurida juda bir ulkan narsa sanaladigan gunohlar bor. Va haqlarni yeyish ham hammasi birday emas. Yetimni haqqini yeyishlik masalan ribo yeyishlikdan ham ulkanroq gunoh. Alloh taolo bu haqda bizga xabar bergan. Endi bir eng zaif holatimizda, bolalik holatimizda bizga eng katta bir farojni va'da qilgan bu dinimiz. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlar zaiflaringiz tufayli rizqlantirilasizlar deganlar. Ya'ni bizga keladigan yordam bizni zaiflarimiz tufayli. Shuning uchun ham Alloh taolo nahnu narzuqukum va iyyahum, sizlarni biz rizqlantiramiz, ularni ham biz rizqlantiramiz. Ya'ni sizlarni ham, bolalaringizni ham biz rizqlantiramiz degan. Ya'ni bolalarni o'ldirishdan, ochlikdan o'ldirishdan, ya'ni ochlikdan qo'rqib o'ldirishdan qaytarib rizqni va'da qilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ular aynan rizqni sababi ekanligini bayon qilganlar. Endi shu narsadan mahrum qilishlikka uzatilgan qo'l najot topadimi? Shu narsadan yeyishlikka bir qaror qilgan bu qoringa jahannamni olovi munosib emasmi o'zi aslida? Shu emasmi bularga eng loyiq narsa? Va chetga chiqayotgan odamlar, qariyalar, mana biladi kimni bir qariroq odam chetga chiqqan bo'lsa, oladigan bir umr ishlab chiqqan o'sha pensiyasinimi, nafaqa deydimi, nima deydi? Chiqib ketgandan keyin bermay qo'yishayotgan ekan. Nimaga aytsa kelgandan keyin beramiz deydi. Bu banda senga qullik qilish uchun yaratilmagan. Va ma ursilu alayhim hafizin. Buni ustiga sizlar qo'riqchi qilib jo'natilmagan deylar o'zi aslida. Bular chiqqanda hatto qarib 60-70 yashar otaxonlar, onaxonlar chetga chiqarkanda nevaralarini olib chiqadi, o'zi chiqadi, balki davolanishga chiqar, sayohatga chiqar, o'g'lini ziyoratiga chiqar. O'shanda bularni pensiyasi to'xtatib qo'yilar ekan. Shunchalik bo'ladimi endi bu xorlash? Bu Robbisiga qullik qilish uchun kelmaganmi o'zi banda deysizda? Shu narsalar baloni jalb qilmasdan nima jalb qilsin baloni? Shular sabab bo'lmasdan nima sabab bo'lsin? Bu subhanalloh hayron qolasiz yani. Yana bundan keyin bularning ustiga tosh yog'ormaganiga ham shukr qilasiz o'zi aslida. Va ya'fu an kasirni ma'nosini shunda tushunasiz. Haqiqatda Alloh taolo ko'pini afv qiladi. Ko'pini ortga suradi. Jazosini tezlashtirmaydi. Agar jazosini tezlashtirganda, qilgan ishinikini berganda yer ustida bir o'rmalagan biror narsa qolmagan bo'lardi-da chunki. Alloh taolo bizni kechirsin. Bizni va o'sha bizga mas'ullikni o'ziga olganlarga insof va tavfiqni, hidoyatni bersin. Agar ular adolatli bo'lganida edi, hatto kofir bo'lganida ham Alloh taolo bu dunyoda ularga kengchilikni bergan bo'lardi. Hozirgi kunda kofir davlatlarni yaxshi yashayotganini qarasangiz, aksariyatida adolat qilganligi uchun, bir oz bo'lsa ham adolati bo'lganligi uchun o'sha holida kengchiligida Alloh taolo ularga qo'yib berdi. Garchi bularning dunyosida nasibasi tezlashtirilgan bo'lsa-da. Endi musulmonman deb, musulmonlar ichida yashab, ularni o'zini terisidan bo'lib, uni dinini da'vo qilib, bularning haqlariga bunchalik zulm qilganlar halok bo'lmay kim halok bo'lsin? Agar ular adolatli bo'lganida edi, ularga odamlar tugur hayvonlar ham dardini ayta olgan bo'lardi. Sulaymon alayhissalom Hudhudni qidirganlarida, topolmaganlarida bir oz o'tib kelganida Hudhud aytadiki, unga, ya'ni men sen bilmagan narsani bilib keldim deydi. Shuning uchun ham aytganimizdek, nimaga bu aytoldi bu gapni desa, adolatli odam edi Sulaymon alayhissalom. Hatto qushdan ham haq gapni qabul qilaverardi. Bilmaydigan narsani olib keldim men senga deganda qabul qilganlar, o'sha gapini olganlar. Agar bular odil bo'lganida edi, hamma zolimlar ularga so'zini ayta olgan bo'lardi va ularga shu sababli ham yordam berilardi o'zi aslida. Alloh taolo kechirsin bizlarni. Va ulardan yomg'ir to'silishligi haqida, ya'ni kimdan zulm qilganlardan yordam to'silishligi haqida kelgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, faqat mollar, ya'ni jonzotlar, hayvonlar sababligina ularga yomg'ir yog'diriladi deydi. Bundan olimlar aytishadiki, ular shunday bir holatga keldiki, endi bulardan hayvon yaxshi bo'lib qoladi. Shu hayvonning hurmati uchun shular yashashligi uchun yomg'ir yog'ardi. Shular uchun ta'minot kelardi. Robbisidan shular uchun osmondan suv tushadi deydi. Endi bu tuban hayotki, undan ko'ra mol yaxshi bo'lsa, na'uzubillah. Qanday ham yomon hayot bu. Endi bu hayot bu dunyoni o'zidan bilsa yo'q, qiyomatda ham xuddi shu narsa takrorlanadi. Alloh taolo Naba surasining oxirgi oyatida aytgani kabi: "Ya laytani kuntu turaba." Kofirning kunda aytadigan gapi, qaniydi shu tuproq bo'lib ketsamidi deydi. U kunda tuproqqa aylantiriluvchi narsalar bular hayvonlardir, birodarlar. Bir-biriga haqqo berilgandan keyin tuproqqa aylantirib yuboriladi bular. O'sha hayvonlikni orzu qilib qoladi qiyomat kunida ham. Va shuncha zulm ko'rgan, shuncha bir yomonlik ko'rgan, haqlarini ololmayotganlarni duosidan qo'rqmaydimi bular?
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zolimning o'sha qilgan ishi tufayli hosil bo'ladigan balo haqida ogohlantirib aytganlar. Mazlumni duosidan qo'rqin. Garchi kofir bo'lsa ham deganlar. Chunki u bilan Robbisini orasida parda bo'lmaydi deganlar. Shuncha mazlum, millionlab mazlumlar duo qilganda ijobat bo'lmaydimi? Bandani bir dona duosi ham javobsiz qolmaydi. U javob degani o'sha zahoti ijobat qilishi tushunilmaydi. U duo qilgani yo shu sababli ijobati tezlashtiriladi yoki qiyomatga u uchun ulkan ajrlar olib qo'yiladi o'sha duo sababli, yo o'sha duo barobaridagi balo undan aritiladi va hokazo. Bu qaysi duo bo'lsa ham, haq duo bo'lsa. Endi agar u birovdan haqqini ola olmagan bir mazlumni duosi bo'lsa-chi? Alloh taolo barchalarimizni isloh qilsin. Va nasihat qilamiz bularga ham, bularning atrofidagi o'zini dindor deb nomlayotganlarga ham. Umuman mahluqlar haqida Allohdan qo'rqsin va qutqarmoqchi bo'lsa birinchi o'zini qutqarsin. Robbisini huzurida topadigan oqibatini o'ylasin. Agar o'zi isloh bo'lsa, qalbi isloh bo'lsa, qolganini ham Alloh taolo shu sababdan isloh qilishiga yordam beradi. Agar zulmida davomli bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo jabbor zot, qahhar zot, bu zolimlar ustidan hukmini o'tkazadigan zot, yerni va osmonlarni yaratganda yo o'zlaring kelasanlar, yo masallarni majburlab olib kelaman deganda, ya Rob o'zimiz kelamiz deb kelgan zot. Ya'ni birorta maxluq yo'qki, hammasi Robbiga xor holatda, banda holatda keladigan zot. Ana o'sha zot bilan bularni qo'rqitamiz. Alloh taolo barchalarimizni o'zidan qo'rquvchilardan qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, shada la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Jazakumulloh xayran.